قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. الحمد لله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala Maun suresininki 4, 5, 6 ayetlerinde mundaq dedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feveylul lil musallin ellezine hum an salatihim sahun ellezine hum yuraun ve yemna'unel ma'un. Allah subhanahu wa ta'ala Maun suresininki 5. ayetlerde haqiqiy imanlıq adam bilan jamiyatga yaxshi unum va yaxshi obraz va amaliy bo'lgan ixlosmandlik bilan jamiyatga go'zal bo'lgan sog'lom yaxshilik yaratadigan solih mu'min bilan Allohga qarshi chiqadigan Allah'ның haqqını yoki ailəsinin haqqını, cəmiyyətinin haqqını özüdün üstüdükiler yoki özüdün tövən, özünün qol astidagi yoki özüdün tövən acizlarının haqqını tanımaydigan her qandaq bir zulüm ve her qandaq bir yaxşılıqni cheklashda, acizning haqqini berishda, mas'uliyatini ado qilishdan bosh tortish bilan birga acizlarning yonida turish, acizlarga yordam berishdan to'sadigan, dinga ishonmaydigan dinsizning amaliy belgisini Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi oyatlarda bayon qilib, ishning asosliq mig'izi itiqad, iman, İslam din ve onun prinsipiga işinip hayatida amaliy İslam dininin amaliy ko'rinishi, amaliy hayatı bilan ro'yobga chiqishning haqiqiy iman ekanligini, bir odamning dinsiz va Alloh qarshi yo'lda turayotganligini oshkor qiladigan amaliyati o'zidan ojiz kishilarni, jamiyatdagi ojiz kishilarni ularning bo'zaq qiladiganligi, ularning haqqini bermaydiganligi, shu qatoridan bularning orati yetim miskinlarga taom berishga qiziqtirmaydigan, yetim miskinlarga yomon muomala qiladigan, ularning haqqini bermaydigan yoki yetim ojiz xalqlarning haqqini bermaydigan, ularga zulm qiladigan mana shunday dinsizning belgisini Allah subhanahu wa ta'ala yuqorida bayon qilib bo'lgandan keyin bizga Allah subhanahu wa ta'ala shunday bir haqiqatni bayon qildiki, din, itiqad bir insonning ruhiga, vujudiga haqiqiy sinsa, o nada bo'lsin Allah subhanahu wa ta'aladan qo'rqadiganligi, o itiqad imondan ayrilgan vaqtida Allohning oldidagi haqqini va o'zidan tuvan ojizlarning haqqini ve üstündeki mesuliyetini ado qilmaydiganligini bayon qilish bilan birga itiqad, iman bir rus binoga o'xshash qurilib mustahkam qurilma bo'lib inson hayotida amaliy bo'lgan bir obraz yaratganligini, har qanday bir Allohga ishongan, islom diniga e'tiqod qilgan bir musulmon, men o'zimni musulmon deb e'tiqod qildikanman, islom din ve İslam din bizga qo'ygan shartlarni biz qanday qilganda e'tiqodimizni haqiqiy qo'g'day olamiz va e'tiqodimizga amal qila olamiz degan amallarni İslam din ve e'tiqodimiz, imonimizni qo'g'dab qiladigan amallarni bilishimiz va qo'g'dishimiz lozimligini va shundaqla buning qarshisida biz yana
tövendeki mühim bo'lgan 4 amilni bilishimiz. Birincisi bizning yuqorqidek e'tiqodimizmi? E'tiqodimizni isloh qiladigan omillar bilan qurilgandek e'tiqodimizmi uni buzadigan, uning qarshisida shirk, dinsizlik, riyoxurlik, ishning eng yomoni bo'lgan riyoxurlikni iborat e'tiqodni buzadigan, bu dunyoda qilgan ishi oxiratda ajrga erishmaydigan, bu dunyo va oxirat qilgan ishidan Allohninki savobiga, rahmatiga erishmaydigan mana shunday bir musulmon yaxshi amalni, yaxshi e'tiqodni bilish bilan yaxshi e'tiqod va yaxshi amalni buzadigan buzg'unchi omillarni bilishning lozim ekanligini. Ikkinchisi, bir mu'min, bir musulmon yaxshi e'tiqod va yaxshi amalni haqiqiy to'lg'an bo'lsa, ijtimoiy axloqqa rioya qilishi, o'zining atrofdagi qarindoshlariga bo'lgan hamkorlashish, qo'shnilarga bo'lgan hamkorlashda yaxshi muomalada bo'lishi ham bo'lib bu ishning asosiy tuguni bo'lgan, shuncha qilib Allohga samimiy ixlosmanlik bilan qiladigan ibodati bo'lgan namoz va barliq ibodatlarda Alloh taolaga samimiy bo'lishni ibodat bo'lgan muhim omillar va shundaqla har qanday bir ishida, har qanday bir to'rtinchi qilib hayotlikdagi har bir insoniyat bilan va jamiyat bilan bo'lgan muomalaning hammasida eng muhimi bu oyatlar bizga ixlosning muhim ekanligini, ixlos bo'lmasa hech qanday amal Allohning oldida maqbul bo'lmaydiganligini bizga ogohlantirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz bu yerdagi muhim nuqta bo'lgan allazinahum an salatihim sahun, ya'ni vaylun degan Allohning dahshatlik azobi, Allohninki oxiratda do'zaxga duchor bo'ldi namoz o'tuguvchilar. Qanday namoz o'tuguvchilar desa, allazinahum an salatihim sahun, namozlaridan Alloh taolani aslashni g'ofil qo'yganlar. Demak, mushu namoz bilan e'tiqodimizning munosabati bormi desa, munosabatimiz bor. E'tiqodimiz Allohga ixlosman bo'lsa, o'qigan namozimizda Allohga ixlosmanlik bo'ladi. Namoz ruh bilan va qurilish bilan, arkan bilan qurilgan narsa. Uning ruhi va tafakkuri va uning shaklik arkanlari bor. Shuning uchun qarindoshlarimiz har qanday bir Allohga xolis namoz o'quvchi mu'min o'zining namozining Alloh oldida qabul bo'lganlik tarafi bo'lgan, ruhiy tarafini, amaliy bo'lgan namozning maqbul bo'ladigan shakldagi rukni taraflarini ikkinisini ching tutishi, ammo shaklda ko'rinishiga o'silib mohiyatini qo'yib qo'ymasligi, o'zining namozining qiyomat kunisi maqbul bo'ladigan bo'lmaydiganlik o'lchimini Alloh tushirgan Qur'on va hadis bilan samimiy bo'lgan namoz ya namoz emasligini tashurib, namozningki savobining bakolat qilish oldidan namozning Alloh oldida maqbul bo'lish darajasini yuqori ko'tarishi va namozini isloh qilish kerak. Demak, Alloh subhanahu va taolo asli namozga o'zi farz qilib, namozni jannat kirishning vasf qilgan. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo namoz o'quvchilarga dahshatli azob berdi desa, bu namoz o'quvchilarning asosliq birinchi sifati o'qigan namozlarida Allohni aslashdan g'ofil. Ikkinchi sifati bular o'qigan namozlarida namozini kishilarga ko'rsatishni qo'ydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi-ki, astagfirullah, innal munafiqina yukhadi'una Alloha wa huwa khadi'uhum va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Alloha illa qalila. Sura 142-oyat. Ajoyib muhim bo'lgan bir nuqtani Alloh bizga qo'yib dedi-ki, haqiqatan o'g'izda iymon bor, qalbida iymon yo'q. Munofiq erlar, ya'ni barliq munofiqlar hammasi, munofiq er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, hammasi Alloh taolani oldirmoqchi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularning oldirmoqchi bo'lgan jinoyat qilmishiga Alloh jazo berdi. Ularning birinchi alomati namozda turgan chaqda
hurunlaştırdı. Yani ko'nglining tigida, maqsadida namoz o'qish yo'q. Kishilarni ko'rsin deb qo'ydi. Ular Alloh subhanahu va taoloni batli az eslaydi dedi. Yine Allah subhanahu va taolo deyki, haqiqatan Allah subhanahu va taolo innalloha la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu va taolo Allohga shirk keltirishni kechirim qilmaydi. Uning bu tarafdagi ishni kechirim qiladi xohlagan kishiga. Kimki Allohga shirk keltirsa, katta gunohni to'qgan bo'ldi dedi. Demak, bu oyatlar bizga shuni bildirdiki, har qanday bir o'qigan namozimizda namoz bizni Allohga yaqinlashtiradigan, mushu dunyodagi butkul insoniyat ichida har qanday butqa, haykalga, maza mashayixga, moddiy shahvatga va o'zi xush bo'ladigan Allohning o'zi o'rgan har qanday bir zolim podshoh raisliga va ularning yig'ilishiriga o'zini qul qilib o'ltirgan mushundaq shuhratga, shahvatga, nafsi xohishiga, shirkka cho'mib ketgan insonlar ishidan biz Allah Taalaga sadoqat bilan qul bo'lib, Alloh bilan so'zlashib, Allohga o'zimizning havolasi, o'zimizning Allohga bo'lgan da'di, Allohga bo'lgan qulchiligini oshkor qilish bilan, Allohga yig'ilish bilan dunyo insonlaridan Allohga haqiqiy cho'qinganligimiz olib turadigan bir amaliy bo'lgan bir haqiqat va shundaqmi bizning vujudimizga Alloh tarafdan haqiqiy iymonimizni mustahkamlash va xuddi har qanday bir to'qqachirash uskunlarga to'q qachiraydigan bir energiya, kuch-quvvat paydo qiladigan, Alloh bilan biz yiqilishadigan, iymonimizni chingiradigan har qanday bir dunyodagi barliq insonlardan, barliq Allohni unutgan kishilardan Allohga cho'qinganligimizni ayirib turadigan bir alohida Allohning bizga bergan sovg'a qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu namoz Alloh bilan bizning o'ttirimizdagi xususiy qulchilik bu. Şuna mushundaq namazda Allah subhanahu va taologa haqiqiy xolis bo'lmay, Qur'oni Karimda Alloh taolo muxlisina lahuddin degandek, Alloh taolo xolis bo'lmay, Alloh subhanahu va taologa kishilarni shirk keltirib, jamiyatda namoz o'qiganlik uchun kishilar ularni mayli siyosiy jihatdan, mayli ijtimoiy jihatdan, mayli munosabat jihatdan, mayli iqtisodiy jihatdan uni qo'llaydigan o'rinda kishilar ko'z o'qiydigan, ammo ko'ngilning tigida namoz o'qish maqsadi yo'q, Allohga cho'qinish maqsadi yo'q, Alloh taolo uchun qulchilik qilish, hatto namoz o'qishni xurofiylik deb o'shkiradigan mundaq holatda bo'lgan, mana shundaq munofiqning o'zi har qanday bir insonni Allohning azobi bo'lgan, Allohning do'zaxiga kirgizdi. Alloh bundaq jinoyatni Alloh tarafiga chin qalb bilan pushaymon qilib, qaytib ixlos bilan namoz o'qimoqchilik, Alloh bundaq jinoyatni Alloh subhanahu va taolo afi qilmaydi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday deganki, ana ag'nash shirka, men shirklarning shirkdan eng behajatroq. Har qanday bir odam qilgan amalida menga boshqa birisini shirk qilib amal qilsa, men qilgan ishini shirkiga tashlab qo'yman dedi. Qarindoshlarimiz, kichkina bir nuqtani bilib qolaydi. Bizdeki hech qanday bir tiniqmi dunyoda hech qanday zolim podshoh yo bu taykallar, yo maza mashayixlar, yo insonlarning bizga yordam qilishdan kelmaydi. Allohning yordami bilan keladi. Bir qitimliq tinishimizmi? Shuning uchun biz mush tinigimiz Allohdan bo'lganligi, Allohning biz butkul dunyodagi har bir shay'dan alohida aql bilishlandilar, alohida Allohning qul bo'lganligimizni biz aqlimiz bilan to'lib yetgan bo'lsak, biz har qanday qilgan qulchiligimizda, har qanday qilgan ibodatimizda, bo'libmi namozimizda Allohga hech qanday narsani shirk qilmay, ham har qanday bir kishini ko'rsin yoki maqtsin yoki kishilarning manfaatiga erishadiganlik uchun emas, faqat Alloh taoloni rozi qilish uchun Allohga xolis o'qsak, ondan bu qilgan ibodatimiz Alloh subhanahu va taolo oldida maqbul bo'ladi. Shuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda mushu riyoni nima degan desa, shirk xafi degan qarindoshlarimiz. Yana bir hadisda shirki asghar degan. Demak, mush riyoga berilgan odam tadrijiy holatda islomdan chiqadigan yo'lga mangadi. Har qanday bir
ibodatni, mayli u namoz bo'lsin, mayli o'zi bo'lsin, mayli zakat bo'lsin, mayli Qur'on tilovat qilish bo'lsin, da'vat bo'lsin, ilm bilimni tarqitish bo'lsin, yoki har qanday bir yaxshilik xizmati bo'lsin, yo siyosiy harakat bo'lsin, yoki har qanday bir o'zining dinining, millatining quturish uchun qilgan kurashlari bo'lsin, hamma ishida faqat kishilar ko'z qiladi, kishilar og'iz qiladi, kishilar qo'l qiladi, ammo Allah rızalıq şunu deb qilmaydi. Şuna bundaq kishi bilan qilingan xizmat rais bo'lsin, mas'uliyat ko'targan kishi bo'lsin, yoki o'ttirida xizmat qilayotgan kishilar bo'lsin, yo'lni o'ttirib o'zi va o'zi bilan birga manganlarning ishini buzildi bular. Chunki oxiratda Allah rızalıq shuni qilmaganlikdan biror musibat, qiyinchilik, jafo yoki biror kishilarning qo'llashidan mahrum qilish kasran ustidagi har bir qilgan vazifasi, mas'uliyati o'zininki atrofidagi barliq xalqlar bilan birga xalqlarningki dunyo oxirat manfaatini hargiz o'ylamaydi qilnashimiz. Shuning uchun har qanday bir musulmon mayli dini, mayli siyosiy jihatdagi har qanday bir ibodatda bo'libmi Alloh xos qilgan namozdan iborat bo'lgan ibodatda qat'i shirkdan va riyodan saq xolis ayrilishga, Allohga samimiy bo'lishga tirishchilik qilish kerak. Mushu riyo masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam riyoning eng ashaddilaridan bo'lgan mushu riyoda eng qattiq Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunisi baldur so'roq qiladigan kishilarni hadisda bayon qilib bergan. Bu kishilar 3 kishi. Ammo bu 3 kishi bo'lgan bilan mushu 3 kishi jamiyatning beshi. Mushuga ayishib jamiyat birisi ilmiy soha, birisi iqtisodiy soha, birisi kurash sohasi, siyosiy soha. Mushu 3 sohada mushular yagar bo'lib ketsa, jamiyat, xalq, ummat har bir harakat Alloh taolaning qo'llashidan mahrum qoladi. Ham jamiyatni qo'llashga erishsa qiladi, qo'llashga erishmasa qilmaydigan mundaq bir mag'lubiyatchi millat bo'ladi. Dunyodami, oxiratdami? Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu 3 kishiningki qiyomat kunisi birinchi qitimliq sotda sot qilinganligini degan. Bularning birinchisi kim desa, Alloh yo'lida dini, islomi, zimini Alloh ularga bergan huquqni qo'llash uchun haqiqiy Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'lidagi bo'lgan jihad uchun shahid qilingan odam. Bu odamni keltirib Allah bu adamga tanıtgan nimetlerini tanıtgandan keyin sana mushundaq kuch-quvvat berdim, shahid bo'lish martabiga erishadigan mushundaq amaliy jihad yo'lini berdim. Sen mushuni nima ish qilding desa, "Ey Alloh, men mushunda sen uchun shahid bo'ldim" deydi. Ammo asli bu kishi shuhrat uchun shahid bo'lganlikqa, bu uchun riyo uchun shahid bo'lganlik uchun Alloh subhanahu va taolo sen Allah üçün şehit bo'lmading, balki riyo üçün bo'lding deb bu kishining qilgan amalni qabul qilmaydi. Bu kishimi do'zaxga tashlanadi. Ikkinchisi bir ilm egisi yoki bir qori, Qur'onni yozgan, yoki ikkinchisi bor. Qur'onning biridir va ilmning biridir. Endi bu yerda ilm egisi deganimizning ma'nosi faqat bu Qur'on va hadisni biladiganlarga xos emas. Allohni bilgan, Payg'ambar alayhisolamni bilgan, islom dinini bilgan, mayli u arabcha bilsin yo uyg'urcha bilsin, dinni bilgan, yana birisi mushu Allah bergan mayli diniy bilim bo'lsin yoki fanniy bilim bo'lsin yoki har qanday bir bilim bo'lsin, mush bilim bilan o dini, islomiyati, millati, xalqining dunyo oxiratlik baxsat uchun tirishchilik qilish uchun xizmat qilgan, bo'libmi shar'iy bilimlar bilan kishilarni iymonga chaqirishga tirishchilik qilish uchun xizmat qilgan. Ammo mush xizmati bilan o shuhrat qozonishni, qori ekan deyishni, olimkan deyishni yoki bu kishi jamiyatda yuz obro'liq kikan, mushundaq hammani biladigan, mushundaq jamiyatningki har bir siyosiy, ilmi, har turli ishini biladigan kishi ekan deb maqtarish uchun xizmat qiladi, ammo Alloh rizoligi uchun xizmat qilmaydi. Mana mushundaq ilm egildirmi bu kunisi men Alloh uchun qildim deb baqidi, lekin Alloh subhanahu va taolo bu kishini do'zaxga tashlashga buyurdi. Chunki bu kishi qilgan ishning har bir maydonida Allah bu kishining ishini bilib, guvoh bo'lib turg'achqa, bu kishining qilgan ishining riyogarlik bo'lganlik tufaylidan Alloh oldidan maqbul bo'lmaydi. Sen buni kishilarni olimkan desin, qorikan desin deb qilding deb do'zaxga tashlanadi. Anlashilmiz. Uchinchi birisi, Alloh subhanahu va taolo ularga ixtisot bergan. Shirkat egilari hozir zamonda
huquq egalari, her türlü devlet rəhbəri, cemiyet rəhbərləri, siyasi rəhbərlər, iqtisad egalari qo'lidan xalqlarga her türlü iqtisadi, ijtimoiy yardım qiladigan kishilar. Bular qiyomat kuni Allohning oldiga keltiriladi. Bularga Alloh bergan her türlü iqtisodiy, her türlü huquq va mush Alloh bergan ne'matlardan bulardan so'roq qilinadi. Qanday Alloh o'zlari bana mush ne'matlarni berdi. Balla men menga bergan mush ne'matlarni, mush iqtisodiy huquqni, mush iqtisodiy qo'llandiba kuch-quvvatni men o'zlari uchun chiqim qildim dedi. Ammo Allah subhanahu va taolo bularnimi sen men bergan iqtisodni men uchun emas, xalq boykan desin deb, xalq saxovat ekan desin deb qilding deydi. Demak, bo'lib muqarrashimiz hozirgi dunyoda har qanday bir jamiyat egalari, rahbarlar, har qanday bir ko'pincha iqtisodi va boylar Allah ulug'i do'zaxdan qutulish uchun bergan huquq, do'zaxdan qutulish uchun bergan mush iqtisodni xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xurmining bir parchasidan bo'lsa-mu, o'tdan saqlangan degan. Yana bir hadisda Allah subhanahu va taolo ularning jamoliga qaramaydigan kishining birisi kazzab rahbar, ya'ni yolg'onchi kishilarningki haqqini joyida bermaydigan, kishilarningki haqqini yevoladigan, kishilarning haqqini shunda riyogarlik bilan ishitish, kishilarni o'ziga qarshi tushishni ishlatadigan, lekin din, islom, Alloh rizoligi uchun ishlatmaydigan. Mana shundaq kishilar qiyomat kunida birinchi qilib Alloh taolo oldiga keltirildi. Bu kishilarga Allah ne'matini tanitib bo'lgandan keyin sizlar men bergan ne'matni nima ish qildinglar deydi. Bular Alloh shun qildik deb ashadi qat qilgan ne deydi? Alloh subhanahu va taolo bularga sizlar bu men bergan ne'matni mening rizoligim uchun ishlatmay, balki o'zingizning shuhrat, boy, jamiyatda o'rin, jamiyatda kishilar saxovatchi ekan desin deb ishlatdinglar. Ya'ni menga sizlar riyogarlikni shirk qildirdinglar deb Alloh subhanahu va taolo tashlaydi. Allah subhanahu wa taala bizga farmon beradi. Buni o'qiymiz. Biznikiga mushuni Allah sadiqimizni o'qish, mushuni biz reallikni va Alloh bizga beradi. Alloh jamirga hukmni qilmizda qilib qadrlar bu chiqimiz oldi aziyishmiz. Allohdan deb bo'lgan bu Alloh bilimizni buzunchiqani bilishimiz saqlashimiz kerak. Chunki hayot birinchisi e'tiqodimiz, bu saqlash Alloh bizni buruqqa Alloh ishni shiro qildi. Shirk ehtiyot qilishga, paqin osilikdan ehtiyot qilishimiz. Ikkinchisi biz turish uchun bizning badanimizga hamma harakat har bir narsa sağlam tarafı, sağlam qo'g'ash tarafi va jansizlar. Ular buzilgan bo'liq har turli miqdorni hayotni abadiyda saqlash bizning tabiiy bo'lgan bizniki Alloh qo'ygan qonun. Biz hammadan bizni qo'ldan saqlab qolgan shirk bid'at nimalat e'tiqodimiz bor. Mushrik e'tiqodini saqlashda ham bizning ikkinchi amrimizda Allohda yer bo'lib ketadigan namozda buzgan galakdan qisarizni Allohda degan qismaydigan degan ilmimiz barliq Alloh uchun qilgan xizmatimiz va siyosatimizni Alloh qo'ymaydigan bo'lib o'zimizni saqlaydi. Shunday subhanahu va taolo bizni mushu yuqorik har qanday bir ishda Alloh subhanahu bu nazm yuqorik reallik xoli bo'lishdan bir Allohga vaqt bo'lgan samimiy bir bizni Alloh taolo Qur'onda qad aflal minallazina fi salatihim namozda Alloh subhanahu va taolodan ayib turib Alloh jaqaydi. Biz Alloh subhanahu va taologa xos bir Allohdan ayib turib qilishimiz kerak. Bizning vaqtini bo'lib bo'lmalarni, asrlar, nima ishlarni shu har turli hozir qizimki shuhrat, shahvat va moddiy manfaatni yo'qolib bizning Allohga Alloh shohlar o'yin ma'notirib bizga ishimizga farz qilgan ibodat qilishni qilgan amaldan uzr qilgan uzunchiqlarni namoz Alloh va taolo shu namozga Alloh ayib turib o'qishni yo'l belgilagan paytda ya'ni insonning qalbini Allohdan yuz o'tadigan shahvatparastlik, ma'siyat, ibodat har turli insonning aqli, ruhini shoshirgan. Hozir zaman buni hasadxo'rlik, har turli zamonga zalillik, aroq va shunday insonning misqantoq mushundaq narsa biz namoz o'qishni biz qilamiz. Shu uchun Allohga xolis desak, biz o'qishimiz uchun muzdek har turli omillardan, har turli buzilishlardan o'zimizningki qilishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innas salata tanha anil fahsha'i val munkar deydi. Demak, namoz bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatadiki, namoz fohisha, sat amallar, munkarni cheklaydi deydi. Allohga sig'inib namoz o'qigan ekanmiz, mush o'qigan namozimiz bizning hayotimizda bizga amaliy ta'sir qilib, biz yolg'on so'zlamaydigan, kishining haqqini yemaydigan, yetimlarni dush qilmaydigan, har qanday miskin ojizlarning endi bo'ladigan, jamiyatimizga go'zal axloq bilan muomala qiladigan, Allohga sodiq o'zimizning atrofdagi oila jamiyatimizga ixlosman ularga yaxshi muomala qiladigan har bir qarashimizda Alloh rizoligi uchun qiladigan go'zal axloq bilan bezalgan yaxshi mu'minlardan bo'lgan vaqtimizda andin bu namoz bizga haqiqiy ta'sir qilgan namoz bo'ladi.
Ammo namoz o'qibdi, haroq ichibdi, namoz o'qibdi, zahar ichimlik ichibdi, namoz o'qibdi, zina fohishalikni qilibdi, namoz o'qibdi, ya'ni yana bir o'g'irlik qilibdi, namoz o'qibdi, kishining haqqini yepti, g'aybat shikoyat qilibdi, fitna qilibdi va shundaqla o'chmanlik adovat qilishibdi, o'zaro birsi-birsidan bo'lgan majroda qattiq fojirlik va chin turdi ekan, dushmani küfre zalimlarning düşmanligini bilmaydi ekan, bunda olab qolsa, uningga bu namoz haqiqiy ta'sir qilgan. Allah Qur'oni Karimda sifatlagan namozninki haqiqiy ta'siroti o'zining hayotiga amlashgan, unda fohisha, munkarni to'sqan, Allah maqtulgan namoz qatoridan bo'lmaydi qandashimiz. Shunga har birsimiz mush namozimizni qattiq tekshiraydi. Shuning uchun mush namozda o'qiladigan oyat Qur'oni Karimninki biz o'qiyotgan surlarning ma'nosini Qur'oni Karimning Uyg'ur tarjimasini yodlaylik. Buning zamanda Uyg'ur tarjimasi yo'q. Uningki kengroq tilgan tafsirlarni yodlaylik. Uni ustozlardan o'qiylik. Bularning ustozlar, ulamolar, jamiyat har qaysi dinni yaxshi tushungan kishilar atrofimizdagi kishilarga Qur'oni Karimning Uyg'ur tarjimasi, o'qigan oyatlarning, o'qigan duolarning mazmun maqsadlarini tushundirish orqali, masalan, ashhadu an la ilaha illalloh deb har bir qatim attayat o'tirganda qo'limizni ko'tarib, Allohga men Allohga bo'lgan e'tiqodimda chin turaman deb qasam qilamiz. Har qanday bir yolg'on ilohlarga qarshi turaman deb qasam qilamiz. Lekin mush qasamimizni biz o'zimizda asligidak shu oyatninki, shu duoninki ma'nosini o'zimiz uqarsak bo'ladi. Shuning uchun qandoshlarimiz biz majamiyatga yangi bo'lgan tushuncha, safa va to'g'ri bo'lgan yo'l bilan xalqimizga o'qigan namozning ma'nosini tushungan holatda universal xalqimizga mushu o'qigan namozning ma'nosini biladigan, uni qarg'ulash o'qiydigan emas, shu o'qigan namozdagi oyatlarning ma'nosini qo'ydigan bir yangi zamoncha Qur'on hadisninki ma'nosini, o'z o'qigan namozning tushunchisini, o'z e'tiqod qilgan dinning tushunchisini tarbiya asosida bildirishimiz kerak. Ularni qarg'ulacha oyatlarni yodlab qo'ydigan, namozning shaklida o'qib qo'ydigan, Qur'onning shaklida o'qib qo'ydigan emas, ularga stimulib tarbiya asosida bir tushuncha va tarbiya ilib berishimiz kerak. Bizning da'vat so'zlab qo'yishimiz ayrim masala. Tarbiyalab yetishtirishimiz, ularni bir qurilma qilib, sog'lom bir musulmon qilib, e'tiqodida, ibodatida, axloqida va kufr oldida har qanday buranchapqin oldida tik turib iymonda o'rishtiradigan, iymonning shartlariga rioya qiladigan solih mu'minlardan qilib ularni ayni vaqtda Rasululloh alayhi vasallam sahobalarininki o'rnak bilan tarbiyalab chiqishimiz bizning va jamiyatdagi har bir haqni tushunganlarning mas'uliyati qandashimiz. Bu oyatdagi yana bir Alloh subhanahu va taolo mushu musulmonlarningki e'tiqodini, musulmonlarningki islomini, musulmonlarningki iymonini ojizlashtiradigan yoki har qanday jamiyatdagi bir insonning iymoni ojiz yoki iymoni yo'q ekanligiga pok bo'ladigan, din ekanligiga pok bo'ladigan omillardan yana birini so'zdiki, u bo'lsa va yamnaunal maun. O dinsizlar maunni to'sidi dedi. Maun degan nima desa, bizga turish ma'nosi qo'lon qo'shinlar, yaqin yo'riqlar, ham yarallarga bildigan, oyatga bildigan narsani bermagan. Oyatga bildigan narsaning birinchisi nima desa, qo'lon qo'shinlarga odatdagi uydagi o'zininki, masalan, lozim bo'lgan uy saramjonlari o'rindoq, masalan, uyman kap qiladi. Shundaq qo'lon qo'shinlik doirada kichik ishdan tortib cho'ng ishlargacha o'zining qo'lon qo'shirga beradigan oilaviy uy saramjonlarda. Ikkinchisi masalan tiz ishlaydigan tuz, limon degandek masalan zo'r tepilib qoldiganda lozim bo'ladigan narsalar masalan yengma degandek. Uchinchisi jamiyat, davlat arodesak masalan bir davlatga, bir jamiyatga texnika masalan bilim egalarini avatish, ularningki iqtidorini ularga o'g'itib qo'yish, ularga siyosiy, ijtimoiy erkinlik jihatda yo'llik berish masalan shuningdek to'rtinchisi shu desa shu o'zimizningki atrofidagi barliq kishilarga yordam xizmatini to'xtatmay qilish. Endi yana bir ma'nosi ma'unninki haq huquq degan bo'ldi. Ya'ni hozirgi zamonda insoniyatlar, jamiyatlar da'vo qilgan haq huquqni cheklaydi. Ya'ni shu dinsizlikki zolimlarning qiladigan ishning birisi haq huquqni cheklaydi deydi. Endi bu haq huquqni cheklaganlikning o'zi bu siyosiy bo'lgan bir ma'noni bildirdi. Shunga biz shuni bilishimiz kerakki, dinsiz Xitoy kommunistlar, tajovuzchilar bizning Sharq Turkistonda diniy, insoniy, ijtimoiy
odami hayotlikdagi huquqimizning har qandigini chekladi va cheklaydi. Bizga dinimiz nima deydi desa, dinimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga shunday bir haqiqatni bayon qilganki, bir ayol bir mushukni so'lab qo'yganlik tufaylidan shu mushuk och qilib o'lganlik tufaylidan shu mushukninki och qilib o'lganligi sabab bo'lganligi tufaylidan u ayol do'zaxga kirgan. Bu to'g'riliq hadisning o'zida uzibat imra'atun fi harra, bir ayol mushukni azoblaganlikdan do'zaxga kirdi. Qarindoshlarimiz, bizning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarimiz har turli lagerlarda, jazolash lagerlarida, har turli turmalarda kech kunduz mushu mushukni nimadan cheklab ekan, uningga erkin qo'yatmagan, taom yigili qo'ymagan, yoki taom bermagan, yoki sug'olmagan, hattoki o'zining erkinligi bilan jamiyatiga nima qilsin bir bani yishun deb, yerdagi bu yerdagi o'tchibni yigili qo'yish uchunmi mushukni qo'yatmagan deydi. Qarindoshlarimiz, Xitoy tajovuzlari pashla bizning Sharq Turkistondagi xalqimizni huquqlari borlig'i neslimizni qurishga tirishchilik qiladi. Hattoki xalqaro medialarda mushundaq qilgan zulmlarni yo'g'ab, yolg'onchilik qilyapti qarindoshlarimiz. Mushundaq bir mushukni zulm qilib, bir mushukning o'lishiga sabab bo'lgan bir ayol Allohning azobi bo'lgan do'zaxga loyiq bo'lgan yerda Xitoy tajovuzlari va ularning zulmiga hamkorlashgan shundaq zolimlar qat'iy do'zaxga, qat'iy haqliq bu yerdagi muhim masala nima desa, shu zulmga uchrayotgan, shundaq yo'qolayotgan xalqimizga biz yordam berib qutqizishga tirishchilik qilish bizningki mas'uliyatimiz. Buni qilmaslik dinsizlikning alomati va yamnaunal maun, ya'ni ular haqlarni cheklaydi deb dinsizlikdan iborat bo'lgan dinsizlikning belgisini haqni cheklash, inson huquqlarini cheklash, tafsirda yana mu'minlarning huquqlarini cheklash deb tafsir qildi. Mana mushundaq inson huquqlari bilan mu'minlarning huquqini cheklaydigan mushundaq zolimlarga biz qo'limizdan kelgan har qanday bir kuch-quvvatni, har qanday bir barliq tashviqotni, barliq harakatni qilmay biz jim turib olsak, u vaqtning o'zida mushuklarning o'lib ketishiga sabab bo'lgan inson do'zaxga kirgan yerda Sharq Turkistondagi mazlum musulmon qarindoshlarimizninki kech kunduz o'lib ketgan holatiga chet elda biz qarab turib, biz hech qanday bir qo'limizdan kelgan ishni, yo ig'zimizdan kelgan ishni, yoki iqtisodimizdan kelgan ishni, yoki bizningki qalbimizdan kelgan ishni, yoki bizningki amaliy harakatimizdan kelgan ishni qilmay, har qanday bir namoyish bo'lsin, ovoz berish bo'lsin, har qanday bir amaliy iqtisod to'plash, ijtimoiy yig'ilish bo'lish yoki inshaalloh Allohning yordami bilan amaliy bir harakat, jihodiy ish va shunday har qanday bir xizmat bo'lsin, buning hammasiga jim turib biz mushu Alloh subhanahu va taoloninki bizningki ustimizga kelgan mush sinag'ni ko'tarishga tirishmanlik qilmay turgan bo'lsak, u vaqtda bu mana shu oyatdagi va yamnaunal maun, ular insonlarning haqlarini, musulmonlarning haqini bermaydi degan qator bo'lib qolamiz qardoshlarimiz. Shunga har bir musulmon qardoshimiz mana shundaq zolimlardan bo'lishdan saqlanib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki tuandagi hadisiga alohida quloq solaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi: "Al-muslimu akhul muslim." Musulmon musulmonning qarindoshi. Musulmon musulmonga zulm qilmasin. Uni kafirlarga topshirib qo'ymasin. Bir musulmonninki o'zining mu'min qarindoshining hojati bo'lsa, Alloh uning hojati bo'ladi. Deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deyki, "Vallohu fi awnil abd." Alloh subhanahu va taolo bir bandaning yordamida bo'ladi, bir banda o'zining mu'min qarindoshining yordamida bo'lsa dedi. Demak, va yamnaunal maunning bir ma'nosi maun degan maunatdan chiqqan, avndan chiqqan yordam degan bo'ladi. Ya'ni dinsizning qildigan ishi yordamni cheklaydi. Mu'minning qildigan ishi mu'minlarga, islom jamiyatiga ruhiy, moddiy, siyosiy, ilmiy, iqtisodiy, axloqiy va barliq kuch-quvvat bilan o'zininki bo'libmi hozirgidek xalqiliq kriz qilib qolgan vaqtida o'zininki tabi bo'lgan musulmonlar jamiyatiga, o'z yashagan jamiyatga yaxshilik yordam tarqatdi bular. Yordam berdi bular. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz bizning asosiy mas'uliyatimiz yana Alloh subhanahu va taolo mush oyatda bizga ko'rsatgandek musulmon qarindoshlarimizga yordamda bo'lish,
Müslüman qarindoshlarimiz ana Sharq Turkistondagi zulm ishida qolgan shu musulmonlarni qutqizish uchun qo'limizdan keladigan har qanday bir harakatni qilishimiz, biz o'zimizning amaliyotida islom diniga, Allohga ishonganligimizni bildirib, biz har qanday bir Alloh bilan bizning o'tirimizdan aloqa ibodatlarimizda, siyosiy harakatlarimizda, ijtimoiy bo'lgan har qanday faoliyatlarimizda, har qanday ijtimoiy tashviqot harakatlarimizda, jihodimizda va shundaqla ilmiy, amaliy da'vat va ilm xizmatlarimizda, iqtisodiy yordamlarimizda, har qanday bir harakatimizda faqat bizga Alloh o'zi yordam qiladi. Bizning qilgan ishimizga Alloh qiyomat kuni o'z fazli bilan ajr azim ato qiladi deb Allah subhanahu va taolaning rizoligini ko'rib, Allah subhanahu va taolaning rizoligini izlab, oxirat uchun joyida amal qildiganlardan bo'laylik. Biz qat'iy kishilar, jamiyat, dunyo bizni qo'limiz qilamiz, qo'limiz qilmaymiz emas, balki mushu oyatda degandek haqlarga yordam beradi mu'minning qiladigan ishi. Dinsizning qarshi haqlarni cheklaydi dedi. Demak, biz dunyodagi har qanday bir musulmon bo'ldi ekan, musulmonlarning Sharq Turkiston zaminidagi musulmonlarga yordam berish, ularni qutqizish, ularga har tarafdan kuch-quvvat yordam berish, Xitoy tajovuzlarini to'xtatish mas'uliyati bor. Mushu mas'uliyatni bizning bildirishimiz ularga mas'uliyatimiz bor. Musulmonning bir tuqqini bo'lg'achqa, innamal mu'minuna bo'lg'achqa, bir mu'minning unga yordam berish gadinda farz bo'lg'achqa, dunyo musulmonlarga biz bu Sharq Turkistonda bor zulmni so'zishimiz, anlatishimiz, har xil tillarda ularga yetkazishimiz, ularni o'zining mu'min qarindoshininki, ular ustiga bo'lgan mas'uliyatni turishga, ularga tavsiya qilish bizning mas'uliyatimiz bor. Va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabr. Ey dunyo insonlari, ey dunyo musulmonlari, sizlar haq, huquq, imoniy, islomiy, insoniy huquq Sharq Turkistonda baqo qilib turibdi, yo'q qilib turibdi. Siz da'vo qilgan mush inson huquqlari, siz da'vo qilgan iymon huquqlari bizning Sharq Turkistonda dafsanda qilinib turibdi. Mushularga sizlar yordam berishinglar, mas'uliyatingiz bor. Sizlar musulmon bo'lsanglar, men musulmonlarning qutulishga harakat qilinglar. Men zulmninki, men jazosh lagerlarininki, men yo'qtirishninki, men assimilyatsiya qilishninki oldin tutishni tirishchilik qilinglar deb dunyodagi har qanday bir musulmonlarga, har qanday bir jamiyatga biz ma'o haq taraf turishga yordam qilish, haq taraf turishga, billa ching turishga, bizning haqlarimiz bilan billa haq taraf qaytib kelishga, haqni qo'dashga, Xitoy zolimini to'xtatishga chaqirish bizning mas'uliyatimiz. Chunki dunyo insonlaridan hammasidan biz mazlumni qattiq tanıymiz. Biz dunyo insonlarga, musulmonlarga ularning ustidagi haqni turutmasak, Qur'on hadisda bizga buyurgan ishni qilmasak, u vaqtda biz o'z mas'uliyatimizni ado qilmagan bo'lamiz. Haqqa, haq qilib kelgan jafo mushaqqatlarga sabr qilishga va tavaso bil haqqi va tavaso bis sabr degan mush oyatda o'zaro musulmonlarni, o'zaro dunyo xalqini tavsiya qilgan kishilar qatoridan bo'lmaymiz qarindoshlarimiz. Ham buningdagi asosiy ish bu bizning Alloh buyurgan ishlardan amaliy ishni qilganlik bo'ladi. Yana ishning tuguni nima desa, Allah Taalaga yirinish. Şu Allah Taala Qur'on-i Karimda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sanglam qo'lchilik qilamiz, sendan yardım talab qilamiz degan eng ishning tuguni va kechalari, kunduzlari har bir yerda Alloh subhanahu va taologa sig'inib duo qilamiz. Xitoy tajovuz kommunistlarining, ularningki tajovuz huquqi hokimiyatining taxtining vayron bo'lishini, Sharq Turkiston musulmonlarining qutulishini, dunyodagi barliq zulmga uchragan musulmonlarning qutulishini, ularningki har birisining yanida dünyada 1 milyar 600 milyon musulmon bor degan ekanmiz. Shu musulmonlar mush haq tarafda, dunyodagi barliq ojiz musulmonlar tarafida, bizdek ojiz musulmonlar tarafida, Falastin tarafida turishini ularga tavsiya qilish, ularni qo'zg'ash, ularni uyg'otish bizning mas'uliyatimiz. Ammo avvalan o'zimiz uyg'onishimiz kerak qardoshlarimiz. Biz o'zimiz uyg'onib, o'zimiz ustiga haqni turib, haqni boshqalarga turutmay, undan keyin biz qutlanmadik desak, u vaqtda biz mas'uliyatimizni joyida ado qilmagan bo'lamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratning baxtsiz erishishini nasib qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo mushayat olgan va yamnaunal ma'un bo'lgan haq huquqlarni yordamni cheklaganlar emas, haq huquqlarda mu'minning qilinishi anda bo'lgan ekan, bir mu'min o'zining mu'min qilishining yordami bo'lsa, Alloh uning yordamini beradi. Ya'ni Alloh uning nima qilsa yordam beradi. Chunki bizningki nurg'unligan ehtiyojimiz musulmonlar Allohga.
ruhiy jihatdan ehtiyojimiz var, rizq jihatdan ehtiyojimiz var, ba'zilarimizning avlod, bola vaqti yo'q ehtiyojimiz var, ba'zilarimizningki qarz va ehtiyojimiz var, ba'zilarimizningki har turli turmularga kirib qolgan, jafo mushaqqat qilib qolgan, ya bundan keyin yomon taqdirga o'xshab qolish ehtimolimiz var. Har qanday bir ruhiy va ma'naviy, oshkora va moddiy barliq hamma tarafdan ehtiyojimiz var. Mush ehtiyoj, mush jafolarimizni Alloh yordam qilib, Alloh taolo bizdan echvasin desak, biz mu'min qarindoshlarimizning, bular zulm qo'shgan Sharq Turkistondagi ojiz mu'min qarindoshlarimizning, chet eldagi mujohidlardagi mu'min qarindoshlarimizning, har qaysi dunyodagi ojiz mu'min qarindoshlarimizning yordamida bo'lsak, dunyo musulmonlarimi bizdagi ojiz musulmonlarning yordamida bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularga dunyodagi hozirgi barakatsizlik, hozirgi fitna, hozirgi mag'lubiyatchilikni Alloh ko'tarishga ularga yordam beradi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat Allah Teala'nın yardımına erişkili, Allah'ın yardımına erişkidak mümin Müslümanlara yardım bəgili nisip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. في صفحاته معقول